Ukam, 85-legendasi mana shu mashina bo'ladi. To'g'ri, odam tashlamasligim mumkin, lekin qum simon tashlab tirchilik qilsam bo'ladi. Mana labzim, pullar qimmat turadi. 200 dollar bersang, mana shu qora bayni berib olaman. Qarab ko'ramiz deb bolalar chaqiring, tekshirib bersin. Okela, bugun almisoqdan qolgan qora bayri qarab ko'ramiz. Ketdi. Mashinani kraskasi petno bo'lgan. Bu topdi. Ha, bu o'zi 40 yillik mashina-ku, bu 4 marta bo'yagan bu. O'zi tegi rangi oq bo'lgan buni. Shor. Ha, bu mashinada tuzlama tashashgan. Kecha qo'y tashladim, siygan bo'lsa kerak. Endi balonini tekshiramiz. Baloni Balansirovka ketgan. Gaz. Ha, buni 5-bor ishlamayapti-yu. Ha, bu boshini 4 taku. Yili 84 ekan. 200 dollarga sotib olsangiz shikalatni. Menga yilini 85 dedi-yu, 1 yilga aldabdi-da. Mana sizni pulingiz. Xizmatlar bo'lsa qarab ko'ramiz. Ha, o'zman senga 200 dollarga sotib oldim-ku. Sen xato qilding, adashding. Bekorga 100 dollar berib yubording. To'g'ri aytasiz. Probegini qarab ko'rmading-ku.